Va aynan neyrofotosessiya uchun sizlarga rasmni, ideyani qayerdan topishni o'rgataman. Ya'ni har doim ham o'zingiz tasavvuringizga kelmasligi mumkin qanaqa rasm qilish. Aynan Pinterestga kirib olamiz. Mana shu Pinterest orqali biz rasm topamiz. Pinterestga kiramiz va Pinterestda yozamiz. Fotosessiya deb yozamiz, faqat lotincha harflarda yozishimiz kerak. Uzr, kirilcha alifboda demoqchiman, chunki ruskiy yozish kerakda. Ruskiyda tushunadi, o'zbek tilida yozsak tushunmaydi. Shuning uchun mana o'zi chiqarib beradi fotosessiyani. Studiyada fotosessiya bo'lsinmi, uyda fotosessiyami, hammasini chiqaryapti. Keling, uyda fotosessiyani bosadigan bo'lsak, bizga mana fotosessiya rasmlarini chiqarib beradi. Ko'ryapsizlarmi? Har xil obrazlarda chiqarib beradi. Mana xohlagan bitta rasmingizni olasiz. Masalan, menga shu yoqdi deylik. Buni qanday qilib olaman? Mana bu yerdagi uzatish belgisini bosaman. Bu yerdan xohlasam Telegramni tanlashim mumkin. Agar xohlasam linkni kopirovat qilib olishim mumkin. Linkni kopirovat qilib olaman. Endi bu yerdan chiqaman va Telegramga kiraman. Telegramda botlar sahifasidan aynan mana shu botga, ya'ni Save as botga kiraman. Hozirgi olgan linkimni yuboraman. Mana menga hatto fayl variantida va oddiy variantda chiqarib berdi. Endi buni galereyaga saqlash qilamanda, bu yerdan chiqib aynan ChatGPT ga kiramiz va ChatGPTda o'sha olgan rasmimizni tanlab yuboramizda shu promptni kechirasizlar, shu rasmni deymiz, promptini yozib ber desak agar, bizga mana yuboramiz. Hozir bu rasmni mana promptini yozib berdi bizga. Lekin biz agar hijobda bo'ladigan bo'lsak, hijobli variantini